Assalomu alaykum. Alaykum. İşleri. Aka, sizimsiz? Charchamayapsizmi? Nima gaplar aka? Sizimsiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Juda anaqa kibr ekansiz aka siz? Tamammi? Ha. Shuni deyishdimi? Ya, o'zim bildim. Olamiz desam, Bo'lishi mumkin. sizimsiz aka? Charchamayapsizmi? Juda qiyin bo'ldi. Shunaqa tuyuldimi sizga? Tuyulmadi, kibrida o'zi ekansiz aka. Charchamayapsizmi aka? Aksi ko'rinyapti odamda bilasizmi? Nima u? O'zim aksam sizga ko'rinadi. Ya. Ya, unaqa emas aka. Vaqt Men soqollarim vaqtmi? Vaqtingiz bormi hozir? 9da bo'ladi. To'g'ri ekan. Bugun mana to'g'ri keldi. Bir ikki kun. Ha, 3-4 kundan beri Aka uxlab qolibman, dodingiz o'zi. Nima aka? Hali ssenariy yo'q, ne yuramiz. Hali men mashta aytaman, o'zim aytaman, o'sha qilaveramiz. Men iPhone'da olamiz. Cho'tki qilib. Bemalol. O'zi yashirin kamerada olamanda. Farqi yo'q menga. Ha, farqi yo'q endi. Sizni yuzingiz menga nima-da muxlis olib keladi-da. O'z muxlisizman. Sizni qo'shiqlaringizni aytib turaman-da. Anjirning soyasida belanchak, astagina tebratar kelinchak. Lekin aka anaqa men qorinni aytishni bilmayapman-da, qanday aytadi o'shda? Qadimdan aytyapman hozir. Tomog'dan aytyapsizlar, bir narsa deyapti-da. Men hozir to'g'risi qaytisida aytayotganingizni bilmayapman-da. Mana anjirning soyasida belanchak, astagina tebratar kelinchak. Ha? Ama dardli aytyapsiz. Zo'r aytyapman. Bir joy o'rayga ketib Qanaqa aytadi o'shini? Yo'q. To'g'ri, masalan, gapiryapsiz-ku. Ha. Shunda aytasiz. Gapiryapganim. Anjirining soyasida belanchak. Anjirining deb gapirasizmi? Anjir deb gapiryapsiz. Anjir. Anjirining soyasida. Anjirin deyapsiz-da. Anjirining soyasida. Ya mana anjir deb gapiryapsiz. Anjir. Mana Tilingiz bo'lyapti aytayotganingizda. Mana qarang. Anjirning soyasida belanchak, astagina tebratar kelinchak. Tatarib. Anjirning soyasida belanchak, astagina tebratar kelinchak. Yonida bir sharqiroq soy qari, soy bo'yida o'sardi boy chechak. Anjirning demasda, anjirning. Anjirining soyasida belanchak. Ha. Astagina tebratar kelinchak. Ha bo'lar. Anjirning soyasida belanchak. Astagina tebratar kelinchak. Tatara. Yonida bir sarqiroq. Sharqiroq. Ana. Sharqiroq. Omar hali bir sharqiroq. Istoriyasida ko'rdim buni. Hali. Bordur juda zo'r bir yigit gapdan to'ydim. Yaxshi ko'rgan qiziga so'ng sovchi qo'ydim. Qo'ydi. Ha, bu anaqa voqeada Ilhom aka yuragim aytgan yaqinda o'zingiz ham demoqchisiz. Ilhom akani ham ustozlar O'zbekiston xalq muofisi. Bordur juda zo'r bir yigit gapdan to'ydi. Gapdan to'ydi. Yaxshi ko'rgan qiziga so'ng sovchi qo'ydi. Yaxshi ko'rib yurgan qiziga sovchi qo'ydi. Kelin tomon uy ko'rdiga borib keldi. Mana shunday qilib to'y ham bo'lib ketdi. Mahalla ko'y qachon to'y o'zimizda bor ya, bale to'y qachon ishlaydi. Ha, nima? O'sha mayda nimada qana qarang, sizga qo'shiq tayyorlab qo'yganman bu yerda. O'shani aytamiz. Ish kerak, tabiiy chiqadi o'shanda. Ha, qarang, o'sha hozir ko'rib chiqdi mana qizni. Ko'rib chiqdingizmi? Ha. Tabiiy olaman men o'zi. Siz qanday chiqadi-da bu iPhone'da o'shuncha. Unda ashu qo'shiq chiqadi. Mendan yo'q chiqmaydimi? Chiqmaydi mendan. Yo'q. Sizga Maslahat beringchi. Aytib ishlab boring. Bittimi aka? Ha, bitta rahmat. Yuravering. Omar aka. Orqamizdan markaz bo'lsa. Orqadan tanishyapti shekilli, siz aka. Mana oldindan tanishadi, burundan tanishadi ko'proq. Oilaga Farg'onada qo'shiq aytibsiz, titrab qolgan chinorlar aytdi. Farg'onada qo'shiq aytibsiz, titrab qolgan chinorlar aytdi. Marg'ilonlik kumushlar emas, uzun quloq devorlar aytdi. Marg'ilonlik kumush
qizni battar sog'indim. Ko'ngil ekan biroz og'rindim. Turkman qizni battar sog'indim. Yaxshi aytarkan. Sizga ham bir qo'shiq aytib beray aka. Zo'r gap bo'lsa menga yoqayapti. Shirin tergapsiz yulduz, ammo jinday sergapsiz yulduz. Buncha shirin tergapsiz yulduz, ammo jinday sergapsiz yulduz. Turkman qizga oshiq yigitni hali yaxshi bilmaysiz yulduz. Turkman qizga taksiz yigitni hali yaxshi bilmaysiz yulduz. Bir kun meni bilishingiz bor, uzun ko'ylak kiyishingiz bor. Bir kun meni bilishingiz bor, taksigimga chiqishingiz bor. Yaxshi ish boshlayapsiz. Yaxshimi? Yaxshi ish boshlayapsiz. Sizga bitta maslahat va sizni mana obunachilaringizga ham shu yigitni Islombekda hammasini ko'p tarqatib, ko'p layklar bosib, targ'ib qilib beringlar. Mana qayergadir, masalan, kimdir qaysidir boshqa viloyatga yoki uzoqroq safar qilmoqchi bo'lsa, 3-4 kishi sifatlarida qo'yadi. Zerikmay olib borib qo'yadi, zeriktirmay olib boradi. Ham ashula aytib beradi, ham yo'lda nimani sizlarni manzillariga olib borib qo'yadi. Yaxshi, men masalan yaxshilik zo'r cho'tki ekan, masalan. Yo'q, rahmat. Radio qo'yib, fleshka qo'yib, sun'iy intellekt qo'yganda mana jonli intellekt. Rahmat. Kayfiyat ko'tarib yuraver. Kayfiyat ko'tarib zo'r, malades. O'shadan qo'ng'iroq borgandan. Xudo xolasa men qanaqadir bir 2-3 ta o'rtog'im bilan qayergadir dam olmoqchi bo'lsam, albatta sizni chaqiraman.